Murabbiy Dmitriy Xudyakov. Весовая категория 61-200, Олдмаш Карпанкюр. Официальное соревнование бойцов. Первая ссылка. Бойцовый план делите. Его разговор 71 вес 61 килограмма. Он мастер спорта по хоккею, мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд 11 боев, 8 побед. Представляет бойцовский клуб «Ага» Махачкала Дагестан. Ильхан Ибрам Dog'iston Maxachqal'ada tavallud topganligini aytib o'tdi Bakirbekov Ilham Ibram Halilov. Hamidulloh 28'da, boyu 180 cm, vazn 61 kg. O master sporta ilk chempion O'zbekistonda po MMA. Prof-record 10 jang, 8 g'alaba. Представляющий Fight Baza O'zbekiston Xorazm. Surbek Referee данного поединка Axel van Gimeney from Belgium, Бельгия. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharabullet albatta. O'zbek Kattajonovda ham o'zi sizlar kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparing jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvili yaxshigina uchirgandi. Faqat Merab Alzamen Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Merab Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alaba submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyat ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Qurbek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi. Otajonov hali ham o'sha o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Otajonov Oktagon markazida jang davom etyapti. Hozircha mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Surbekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizim zarbasi ham o'tdi Otajonovga. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti Ibrohim Halilov. Ilk zarbasi. Surbekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Perfekt zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Otajonovda. Footwork
Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedown amalga oshirish uchun. Elxan Ibrohim Halilov Zarbalar almashinuvida Atajonov anchagina ustun ko'rinyapti. Aniq o'tkazyapti zarbalarni. bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Atajonov. O'zi Turopni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tuzuk zarbasi. Ortga chekinmoqda Ibrohim Halilov. High kick. Qo'lini qo'ya oldi. Uppercut. Qo'l zarbasini qilib yuboryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Atajonov. Raund boshidan buyon. O'tkazib oldi Ibrohim Halilov ham. Oldigi qo'l, yon tomonga yo'llangan zarba. 10 soniya qolyapti. Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Atajonov ishonch bilan harakat qildi. Birinchi raundda va haqli tarzda raundni o'z hisobiga yozib qo'ydi deb bemalol ayta olamiz. 1 daqiqalik tanaffus. Kelajak ham kerakli xulosalarni chiqarishadi. Press konferensiyada men uchun eng kulgili holat Suhrob Atajonov javob bo'ldi. Savolni eslasangiz, agar raqibingizga sizni mag'lub qilish uchun bitta maslahat bera olsangiz, u qaysi bo'lardi desa, hech qanaqa maslahat bermayman. O'zini bilganini bosaversin, men ham o'zim bilganimni bosaman. Bunaqa javob menimcha boshqa bo'lmadi. Qolganlar uni fikriga qo'shildi. Qo'shilib ketishdi. Do'stlar, birorta o'zbekistonlik referi ishlamadi hali. Yo'q, kecha Jasur Alijonov o'zi aytgan, o'zbekistonlik referilar qo'yilmagan bu tartibni. Demak, ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz, o'ta yengil vazn toifasi 61,2 kg. Hamyurtimiz Suhrobbek Atajonov Dog'istonlik Elxan Ibrohim Halilovga qarshi jang qilmoqda. Birinchi raund ajoyib tarzda o'tdi. Hamyurtimiz ustunligida albatta. Aniq zarbalar soni ko'p bo'ldi. Rang-barang harakatlar. Asta-sekin, mana tuta oldi Ibrohim Halilov ham. Lekin u qadar kuchli emas zarbasi. Asosan tanaga seriyalarni ijro etyapti. Ko'ryapmiz. Asosan stoykadagi jangni ko'ryapmiz va qiziq bo'lyapti bu jang juda ham. Doston vakili albatta kurashga harakat qilyapti, lekin uddalay olmayapti. Zarbasi yaxshi. O'tyapti ushbu zarba. Jeb o'tyapti Atajonovda. High kick. Yana oldin qo'l aniq. Yaxshi tutib oldi. Muvozanatdan chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang tartibiga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat Ibrohim Halilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohim Halilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa to'xta edi. Atajonov Suhrobbek chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar, muddatidan oldin.
qoyil. birgina vaziyat yaraldi va mana shu vaziyatdan unumli foydalanib ketyapti Qurbek Otajonov. Bu albatta professionallarga xos ish. Ibrohim Halilov Halilov juda kuchli zarba o'tkazganidan so'ng ham taslim bo'lgisi kelmadi, lekin o'sha tuzda zarbasi baribir uni mana shu yerda mavzunatdan chiqqan ekan o'zi. mana e'tibor bering, taslim bo'lgisi kelmadi. Lekin Glenni uni taslim etdi. Nuqta qo'ydi jangga. Raqibga minnatdorchilik bildiryapti Qurbek. Rahmat qo'yapti albatta bunday matonatli jangchilarga arzishadi. Shu tariqa do'stlar, Qurbek Otajonov g'alabalar sonini 9 taga yetkazdi. Tashkilotchilardan biri Bekzod Umarov oktagonda va Otajonovning fikrlariga quloq tutamiz. Qurbekni tabriklaymiz. G'alaba bilan murabbiylarga yaqinlarini va